Qur'onda jihod 41 marta zikr etilgan. Kechirish, tinchlik va muhabbat esa 355 marta. Shulardan so'ng ham ba'zilar islomni tinchlik dini emas deb hisoblashadi. Gapir Patisha. Agar islom tinchlikni ilgari sursa, unda nega aksariyat janglar aynan islomiy davlatlar hududlarida ro'y bermoqda? Afg'oniston, Pokiston, Iroq. Nega u yerlarda qo'poruvchilik avj olgan? Har bir insonning shaxsiy fikriga bog'liq masala. Terrorizm o'zi nima? Ba'zilar Amerikaning Afg'oniston va Iroqqa hujumini terrorizm deydi. Yo'q, bu ishlar xalqqa demokratiya yetib borish uchun qilingan. Yoki Amerika neftga ega chiqishi uchun. Bu safsata. Mayli, unda sen Ijozat bersangiz. Ha, marhamat, gapir yoz. Professor Xonhaq. Terrorizm haqida so'z ketsa, asosiy terrorchi bu G'arb. Oho, qo'ysangizchi. Yo'q, yaxshilab o'ylab ko'ring. 11-sentyabrni to'g'ri deb hisoblaysizmi? Xo'p, yaxshi. 11-sentyabrdagi portlashda nechta odam o'lganini bilasizmi o'zi? 3000 ga yaqin. Afg'onistonni bombardimon qilinishida qancha odam halok bo'lganini-chi? 15 mingdan ortiq odam. Bu ham faqat rasmiy xabar. Bu yerga 50 ming tonnalik portlovchi bombalar tashlangan, begunoh odamlar ustiga. Keksalar, ayollar, bolalar. Bularni bari Tolibon tufayli bo'lganda. Tolibonni o'zi qayerdan paydo bo'lganini bilasizmi? Sizni mamlakatingizdan Rossiyani zaiflashtirish uchun. Nima bo'lganda ham ular terrorchilarni yashirishgan. Ha-ya, aslida mavjud bo'lmagan terrorchilarnimi? Xuddi shu tarzda Iroqda ham yadro qurolini izlashgan. Iroqda qancha odam o'lganini bilasizmi? 50 ming. Ularni hozir ham qidirishda davom etishyapti. U yerdan hech nima topa olishmaganida Amerika bilan Angliya nima deganini bilasizmi? Shunchaki uzr so'rashdi. Haligacha u yerda o'z armiyasini ushlab turishibdi. Bu bilan nima demoqchisiz? Demoqchimanki, siz amerikaliklar qimmatbaho liboslarda yurib, demokratiyadan so'z ochsangiz ham, asl kirdikorlaringizni hech qachon yashira olmaysiz. Siz musulmonlarga shunchalik qiyin bo'lsa, nega bizni davlatdan chiqib ketmaysiz? Ketamiz. Sizlar ham bizni davlatdan ketganingizda